Bu xurmamizni nomi, navi baxmal deydi. Ko'pchilik balxit deb ham ataydi. Juda bir sovuqqa chidamli, yog'ingarchilikka chidamli, juda bir yaxshi serhosil xurma ekan bu xurma. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, guvohi bo'lib turibsizlar. Xullas bu xurmadan ko'paytirish kerak ekan. Hozir xurmalar juda navi ko'p. Men tanasini qarang, tanasini. Bilagimdan kichkina bo'lib turib, tanasi shunchalik bo'lib turib. Bu 2 yillik xurma. O'tgan yili bahorda ekilgan. Bu yil bahor o'tib mana shu kuzga mana shunaqa meva solyapti. Xullas juda tez hosilga kiradi. Yaxshi xurma ekan. Bunga o'sha osmondan tosh yog'masa bo'ldi ekan. Tosh. Qor yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, farqi yo'q ekan. Juda chidamli, sovuqqa, yog'ingarchilikka juda chidamli. Ba'zi bir xurmalarga o'xshab to'r bosib ketmaydi. Mana bu tomonda tupini qarang, kichkinaligini. Hozirgi tup bir 20 kilodan oshiq xurmasi bor shuni. Mana kichkina. Bu ham shuni tengdoshi. Mana qarang, qanaqa chiroyli solgan mevasini qarang. Mevasi haqiqiy bir ko'zni oladi, rangini qarang, pushtiligini bu qizarib boshqacha rang. Pomidor deb o'ylaydi-da buni. Ko'rgan odam qarang. Juda chiroyli, ha. Shuni uzib ko'rib yeb ko'ramiz mana. Voy. Donasini qarang. Yog'lar ko'rsatdi. Juda shirin. Akalar, biz buni sotdik, mana uzib beryapmiz, xudo xolasa. Buni sotish ham muammo tug'dirmaydi. Narxi ham yaxshi. Buni shu uyingizdan o'zlari uzib olib ketishadi. Endi biznikicha kamroqligi uchun, hali niholchaligi uchun o'zim uzib beryapman. Buni shu changi bilan uzib berish kerak. Buni shu changi bilan Qozog'iston, Toshkent, shu atrofdagi davlatlar yeydi buni. Narxi ham yaxshi buni, 15 ming, 20 mingdan uydan holatiga qarab olib ketishadi. Qarang buni chiroyliligini. Juda bir boshqacha, ha.